أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إعلان النكاح والخطبة والشرط. Bu nikahını ilan kılışınki babıdır ve hutbini yani ilan kılıp okuşunki babıdır ve şartninki hükmüninki babıdır bu deyildi. Şimdi babı ilanı nikah. Yani ilan degen a'lana yu'linu degen yani aşkar kıldı, ilan kıldı degen gap. Yani nikah degen yani nikahını ilan kılış. Yani nikah deyim murat maya dediğim o akd. Yani aldığımız dersimiz biz nikahınki şer'i mensi, lügat mensi deyim o. Ülemalarımızdaki otursadaki nikah doğruluk kandak göz karaydı. Nimini nikah deydi. Nimede hakiki, nimede mecaz diğerlerinki üstüde toxtalğanıydı. Endi bu yerdeki nikahınki üzü akd. Yani aldım, təqdim degan şu ayol kız oğullarınki ikkisiniki ağzı çıkan gapniki üzüne şu cemaat bayaniki üzüde ilan qilish kerak. İlan qilmay, ovozi yalaq sırt chiqmay, uçaniki üzüde o'qisa bo'lmaydi, durustcha bo'lmaydi. Endi bir saldekin vel hutbati ve hutbini ilan qilish. Endi buningda vel hutbati deb o'qisam bo'ladi, vel xitbati deb uçanın üzüde o'qisam bo'ladi. Endi vel hutbati degan vaqt üzüde nikohga yoki ilonga atib qilib, uçanın üzüde ilonga atib qolgan vaqt üzüde hutba o'qishniki hukminiki babi. Yani nikoh qilgan vaqt üzüde aldım, təqdim deydi şu vaqtdagi üzüde. Mana bir imam yoki bir adam u yerda nima o'qiydi, u yerda xutba o'qiydi. Ya'ni xutba degan necha qator deyildi, ya'ni xutba degan ikki xil ikki cho'ng birinchi so'zni o'z ichiga olgan narsaniki o'zini nima deymiz, uni xutba deymiz. Uningda mana nima Alloh taologa hamd sana, payg'ambar alayhisolatu vasallam durud deganidek ashundoq narsa nima qiladi, o'z ishiga kelib, undan boshqa mana bu Qur'on, hadis Mana Qur'ondan, hadisdan so'zlab, uningdagi bir tabliq qilib, bundaq qiladigan bir turkum so'z, uningdan ozroq to'xtatib, bir qiladigan so'z bu yillik jumaniki bayram namozi xutbasi bo'ladi. Endi bu nimaniki nikohniki xutbasiniki o'zidan buningdan o'qiydigan ashunda bir nima bor, xutba bor. Bu xutbaniki o'zi xoniki zibi pash bilan xutbatu debchi o'qiydi. Endi biz qanday xutbatuni ilan etib qilsak ashta ma'ni chiqadi. Yani xutba o'qishniki hukmi nima? Xutba o'qishniki hukmi nikohniki o'zida bir sunnat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buni sunnat qilib yo'lchi qo'ygan. Endi xutba o'qishniki o'zi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishniki oldida arablardimi ashundaq xutba o'qiydigan bir odat bor ekan. Ashundaq birisiga ib berib, mushta nikoh qilib ashundaq qilgan vaqt o'zida meni odatda bu xutba o'qiydigan bir xutba o'qib u yerda hammani yig'ib jimmidi to'g'risib shu xutbasiniki o'zida buniniki so'zida burun o'tgan ota-onalarniki ish izlarini va shundoq o'ziniki qabilalarniki shundoq faxrlik o'tgan voy undoq bo'lgandik, biz mundaqdik, undoq urushgandik, mundaqdik deb o'ziniki nasab va jamoatlarniki faxrlik shundoq iftixor qiladigan ishlarni deb mushundoq qiladigan shunga birlikda anidikin ba'zi yiliq nikohniki shartlarini yo'mundaq deydigan bir odat bor ekan. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana uni tuzab, ya'ni bu bu xutbani o'qishniki o'zini asli uni yo'l qo'yib, unga anidikin nimani qildi? Unga payg'ambar Alloh taologa mana hamd etish, payg'ambar sallamga durud yo'llash, uningdan mana Qur'ondan oyat, mana o'qishni o xutbaning ichigacha nima qildi? Payg'ambar sallam kirgizdi. Kirgizib bo'lmaydigan tarafini evatib, bo'ladigan xutbani mana oshkor qilish, mushta deyish degan gapni bu asli nima qilgan, uni yo'l qo'ygan. O'shaningizda xutbani mana e'lon qilib, jamoat bayaniki o'zida nima qilish kerak? Nikohni xutbasini o'qish kerak. Bu bir sunnat. Bu nikohniki muhim farz nimasi emas. Endi xutba degan vaqt o'zida xutba, ya'ni xutba deydi. Xutba degan vaqt o'zida
bir adam qizbolaga men alay sizni deb uniga nima bo'lish, loyiq bo'lish. Ya'ni gap cho'q, qartish, gap tashlash. Bu nima deydi? Xit beton deydi. Bu xoniki zir bilan bo'ladi. Xonni zir bilan bo'lgan vaqtida mushundaq bir er yoki bir o'g'il, mushundaq bir ayol yoki qizga mushundaq so'z atsa, o'shaningizda bu so'zni e'lon qilish kerak. Ya'ni u yerda bulun pushqoqda u yer bundaq uchun demay, uni rasmiy o qiz bolaniki ota-onasi valisi bo'lgandan keyin shu yerda jamoatdan ota-onasi boshlab akilib, bir necha odam akirib bundaqcha deyish kerak. Bu nikohning nimasi o bir sunnati. Bu nikoh degan nikoh degan atib qilsaqchi ashtaq bo'ladi. Yana birisiga ana lekin val xitbati degan vaqtda e'lon etib qilsaq o'chaniki o'zida va xitbaninki hukmi nima? Yani aşındaq mən sizdə alay qandaq olar deganligi vaqtınızda bunun şəkli, uniki hükmü nima? Men mushnuqa nim bo'lgan bo'ladi, atibchi bo'lgan bo'ladi. Buni ikki xil ma'nosi bor. Yana bir sondagi shart. Shart e'lon etipi va shart qilishning bobi. Ya'ni bir odam bir ayolni ya bir o'g'il bir qizni olgan bo'lsa yoki ayol yoki qiz bir erga tegmoqchi bo'lgan bo'lsa, shu chonning o'zida bu ikkisi shu nikohda shu choningizda shart qilsa u qandaq bo'ladi. Bu shart qandaq shart bo'ladi, qandaq shart bo'lmaydi. Men mushning ustidagi nima bab endi bu. Bu to'g'riliq payg'ambar alayhisolatu vassalam o'ziniki muborak so'zlarida meni nima degan? Men mushning ustidagi nima bab deydim. Birinchi fasl. Rubay ibn bint Muavaz ibn Afra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Dedi bu Rubay keldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keldi deydi o. Bir yer keldi degeni hem de şu yüzü toyqa vaqtın yüzüde keldi deydi o. Kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirdi deydi. Şu kipla şu toy olğan aş öyününki yüzüge kiripti. Yani kaçaktı kiripti o desen, hayna degen aşniki zərbi. Ol bir vaqtdaki bina qılındı mana. Mana bina qılınğan vaqtınki yüzüde bu nima qılğan? Mene Peygamber mana şu kirgen, tebriklep deylendi. Ama ya da bu niye degen, asıl bela yapni binaen degen gap öy saldı degen gap, öyünü kurdu degen gap buludu. Öyünü kurdu degen gap, yani öy yasap, şu inşaat ya da ki öy muluk nemeler yasaydığı adamlar öyünü yasasa, sağsa, o öy saldı degen gap. Şu öy sağa vaxtındaki üzü de degen gap. Asıl bu. Bununki asıl logat mənsi bu. Bunu başta Araplar, muşundak, yani Araplardaki adıda başlık vaxtındaki üzüde, muşundak bir toy qılmaqçı olsa, uçanlık üzüde bu yerdeki yigit taraf, şu bir çedirdek bir öyünü resmi yasap, tayyorlik qilib, men emsi axanimni aldıgan boldum, maqizvanı aldıgan boldum deb, ata-onasi onu resmi bir öyünü yaptıb, ayrım bir çedirdek bir yanı qilib berdiken. Asli bu deyilgen gap şu yerden payda olgan bulup, şu yerden kelgen bulup, asli logat mənisi öy yasaş. Kin anındaki bu manınki mənisi məcaz qoyulu görüb, onundaki mecaz aylanıp, onundaki bu bana akıldı diyen gap şu oğulvanın üzü öyünü yasap kızvanın ekeldi diyen gap ikisi bir yer geldi ya cinsi münasebet ötkezdi diyen gap buludu. Cinsi münasebet ötkezdi diyen gapke kin bunu işitip gidiyorken adette bu oğlan başta kilişi aşırken yine birisi alaka baş kısmı oturdu da anda o anıkin bu yerden yani ol bir zamandaki bana bina kılındı diyen yani bana öy yasap ikimiz resmi bir yerde yetip muşunda kal vaktin üzerinde yani nikah kal vaktin üzerinde yotlap yetkep ekega oluşlar bolu diyen bu oğlandikin şu vaktin üzerinde Peygamber bana neme kalgandı kirgen bu gapni deyişi neymiş kal bu gapni deyişinki üzerine tövendeki hükümünki resmi iyilik isimde bağ diyenliğini tekitleş için yani bunu da vardır. Hem de menimki kaşımı kirdi diyenliğin üzerinden bu hanımınki kaşı Peygamber yalğız yani o hanımı yalğızı diyenlik emez tövendeki keludi yani cık ayallah ban cık ayallah kişiler mışındak ban bağ oğandı özü de Peygamber şu toyu kışıgan boğandaki şey kiptike kelgendeki Peygamber şunu olan oltuğdu menimki köpemdeki üstüde seninki mendin oltuğunu dek yani seninki menimki yerimde hazır deydim bu Muavvaz Rubay'ninki bir şagirti varken İbn Zekvan diyen şu senet silsilside men şu adamı diyordu. Sadece benim yerimde mesela oltuğunda Peygamber beni bina kılıp yani toy qal vakti özüde şu vakti Peygamber kip benim yerimde müştakçı oltuğunda deydim. Men bu vakanınki resmi rast ekanligini ispat.
Onu deyken şundan nima qildi? Kip olturdi. Kip olturgan vaqtda o'zida o nikah to'yniki nemis naji xolidi anlayacak işte. Ya Peygamber kelishning oldida urayotgan dapu dumbaqni chelib naqsha aytib qo'yotgan bo'lishi mumkin. Ya kelgandan keyin endi rasmiy boshlandi deb qolgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan boshladi mana Juvayriyatlar. Juvayriyatun degan asli Jariyatun degan bu nima bo'lgan bo'ladi? Jariyatun degan bu ismniki tasghiri. İsimdeki tasvir olanındaki paylı vəzi kelgen bolsa tötərib nemisiga vəzi kelgen bolsa tötərib olgan bolsa puaydun vəziga tasvir qilib uçan juvayriyatun jariyatun juvayriyatun boludu. Onunki cem ismi boludu juvayriyat. Yani bu juvayriyat degan gap jariyatun degan gapniki o'zi bir balog'at yetgan bir xizmat qila oladigan bir qiz degan gap. Yoki bo'lmaydi qulniki o'zini bu jariyatun deydamdi. Yani qildi juvayriyat biz uchun bo'lgan. Yani bizga mansub bo'lgan bir minch qizvalla, yani qizvalchuq, yani yaxshi ko'rib ketib, naqsh etib beradigan qizvalni yaxshi ko'rganini bayam usloylab. Shunga bizga mansub bo'lgan bir minch qizchuqlar nima qildi? Meni urdi, ular dumbaqni urdi. Dumbaqni shu urib to'y qilib deb mushtachu qildi. Şunun bilan qishirdi bu qizvallar shu ovozni chiqarib naqsha etib shundoq qolganki o'zini endi dub degan nima? Dub degan mana bilimiz dumbaq degan shu dab deymiz biz Uyg'urcha dab degan mana yo'q nima qildigan shu dab ikki xil birisi atrofida juljul halqisi yo'q dab birisi halqisi va dablar endi mayada deydi o'limlarimiz mayiliq halqısı var, dapnınki özüne bunu kılıç degandek uptan emas. Ma dapnınki özü etrafında halkı yok. Yani carcur var kıldığan ondan nesi yok. Şundak dap deydi. Şunlar bu kızlar daplarını, nima qildi dapni urg'ulucha başladı. Bu kışırdı deydi bular. Endi nadabe yendi bu degan asl kichidi bir odamga vakolat bo'ldi, bir odamga vakil bo'ldi, elchi bo'ldi degan ma'noda bo'ldi endi. Ama bu odamda nadabe yendi bu degan gapning o'zi men o'lib ketgan odamniki yaxshi ish izlarini deb kishirib ashdaq desa buni nadib deydi. Va kishirdi bu qizvallar, yani deydi bu qizvallar anda bir kishiniki o'ltirildi, o kishi meniki bobomlardan Bedirkin. Yani Bedirkinniki o'zida meniki bobomlardan o'ltirib ketgan. Men bu qizniki men bu qizniki otisi hem bu otisiniki inisi ölüp ketibdikan. Şu Bedir urushida. Mana şu Bedir urushida mening atamdan ölüp ketgan kishilarniki ish izlarini, chiroyli andaqdi, manda urushdi, Bedir urush qachon andaq vaqtda qilishni mandaq vaqtda deb, uni yaxshi izlari deb shu shirig'i tushirib, shu naqshat qilishga boshladi. Boshlab ketdi shundoq dedi, ularniki biri nima dedi? Vafina nebiyyun ya'lema fi gadin degan gapni deb solishadi. Endi ular shu vaqt o'zida o'qimismi, ularniki tabiiy shu talantida asli pusha tilniki shu tabiiy yuzi bo'lib, unidagi she'rni aytib she'r qamlashtirgan bir odat bor ekan. Bu odamda ba'zi odam psixolog ahvolda bor tabiiyatida. Shuning bilan bularniki biri shundoq dediki, bizning ishimiz bordir bir payg'ambar ki biladi u payg'ambar onda bir nimasidagi kelajakda. Yani atisi bo'lgan narsa biladigan, yani g'aybni biladigan, mushunda bir payg'ambar bor hozir deb solgandi. Degandan keyin payg'ambar dediki, "Dan yozi, buni tark et, buni dema bu gapni." Va degan sen onda bir nimasidagi bertirsan deydi. Sen avayati yoki devatgan Bedir urushida mujohidlarniki ish izlarini deb mushunda o'qigan anda mujohid manda jihad qildi deb mujohidlarniki jihad qilgan sahobilniki gapiniki o'zida sen shuni deb shuniki ish izlarini deyish orqali sen shuni naqshini etgan. Ammo ma gapni dema dedi. Chunki u kelgusidagi atidagi yani kelajakdagi ishniki yani g'aybniki kimning bo'lishini faqat Alloh biladi. Endi buniki shu chani e'tiqodidan ba'zi e'tiqodlarda hatto payg'ambarning o'zi Allohning elchisi degan vaqt o'zida shu ba'zi ilohga mansub bo'lgan bir sifatni shu vaqt o'zida bilmasdan ashuna deb qo'ygan ishlar çok bo'lgan. Men mushu gap shu endi. Degandiki bu darhol bu ilohiy sifatga loyiq bir sifat, bu insonga hazgur loyiq bo'lmagan shu sifat.
Anda oğandaki Peygamber derhal bu yerde nima qilib onuğa men tüzüş kirgizib, bu gapni dema, başka gapni deya deb mushtaqchu degandi deydi. Yani demek men mushu edisi chiqdiki, mushundaq nekaniki, yani akt, yani aldım, derdim degan mushu ishlarniki o'zining mushundaq ziyofat berib, mushundaq naqshi etib, mushundaq naqsh tovlab, mushundaq qilsa u nima o nikahni e'lon qilgan bo'ladi. Bu islom dinimizniki ro'yiga nima emas, o zikchu emas. Onun başka men müşahid şiiri quptum. Şiir o'qiganning o'zi islom dinimizda she'r, nashid, mushundaq haqiqiy mu'min, mushundaq mujohid, yaxshi ishlar, o'ziniki musulmonlarniki yaxshi ish izlarini, axloqini ko'ylab, bundan naqshi etsa bu islom dinimizda nima o durust. Ammo uning ichida, o she'rniki ichida, o naqshniki ichida yolg'onchilik iborat, yolg'onchilik qiladigan, yolg'onchilik o'z ichiga olgan yolg'onchilikni, uni bo'xton chaplaydigan, uningdan boshqa men ayol ikkilasiniki shahvatni qo'zg'aydigan. Bizga oshiq oldim, yeni bizga tishdim deb men mushundaq qilgan insonlarniki shahvat havasni qo'zg'aydigan mushu ayollarni yoki kishilarni tasvirlash orqali men mundaq qiladigan bir she'r bo'lgan bo'lsa, naqsh bo'lgan bo'lsa, bu nima emas, o durustchu emas. Yani nikansız müştak kısılcık boludu deydimdi. Yani müşunda bolu degandiki hem tövende yine bir hadis var, yine bir konça. Yine Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi, Ayşem yötkeldi bir ayalını bir kişiye ensardım boğan bir kişiye bir ayalını neme kılın diye yötkeldi. Yani zeppe yazuppu deydi o. Yani zeppe yazuppu degen yani bir ayalınki yüzü toy kahvaltıki yüzü de mena şu yüzünki atısındaki üyden erinin üyüge yötkegenligi yüzü zapap yani yötkeş dep ataydı Arapça tilda. Maya zubbet dep nim kıldı o ya da kelidi. Zubbet degen hem de yötkeldi degen gep yötkegiç kim? Yani aş toy katlaşkan, aş kızvalınki nemisi velileri ve onun başka oğulvalınki ben epketimiz epkege adamlar yötkep apırıp ya ki mağzup yoki bo'lmaydi arbiga silib yoki to'yiga mindirib deganidek nima qilib yotgan shunga zubbat yotgaldi bir ayolni yotkug'ichi ma'lum emas. Shundan ashida qilgandan keyin dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Ma kana ma'akum lahun?" Voy, siz bilan billa bir lahvi yo'qmi? Naqsh aytadigan, mushundaq, shundaq kuylab, mushundaq to'ylar ishlar nima qiladigan lahvi degan ana. Bu lahvi degan nima? Lahvi degan laha yalvi lahvi degan gap o'zniki lava emas, ko'ngli tatgan bir narsa degan gap. Ya'ni bu foydasiz bir narsa degan gap. Ya'ni foydasiz bir narsa qavun, foydasiz bir narsaning o'zi ashundaq naqsh etish, ashundaq usta o'ynash deganidek ishlarni qilishniki o'zi bu manfaatsiz bo'lgan bir ish. Bu lahv bo'ladi. Endi payg'ambar bu gapning o'zini sildim mushundaq lahv bo'lgan bir narsa, ya'ni naqsh aytadigan to'y bo'lgandan keyin mushundaq dabudumban urib mushtaq qiladigan bir ishlar yo'qmi dedi. Degandan keyin deb andan keyin chunki ansarda mana qiziqtirdi, ularni lahv qiziqtirdi emasmi? Ya'ni ansar qabilasi Madine'nin yerli xalqlarını o'rgansak, mana bular davomli naqsh aytish, dabudumban urib men mushundaq qiladigan nima va men ishlarni yaxshi ko'rgan xalq bu. Unda o'g'andagi bu to'yda nemish undaq bu ishlar bo'lmagando deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushdaqchu dedi deydi. Endi mushdaq degandan keyin mana bu dedi degandan keyin ya'ni yo'qmi sizlar bilan degan ma degan nima u? Bu yilki makal ma'um lahun. Sizlar bilan lahv bo'lmadimi? Maka degan nafi uniki ispan mahsub makana degan gap. Unda o'g'andagi bo'lmadimi, yo'qmi? Degandan keyin yani ne degan gap? Ashta ish qilsa bo'ladi bu ruxsat degancha bo'ladi bu to'yda mushundaq ishlarniki yaxshi obdan mushundaq xursand bo'ladigan mushundaq ishlarniki o'zida mushundaq dabudumba naqsha mushundaq bir narsa kerakligi o'zini qilish bu islom dinimizning nima deydi payg'ambar mana durust deydi. Buni endi mana yuqorgi hadis bu hadisning o'zini Imom Buxoriy o'ziniki Sahih Buxoriycha rivoyat qilgan. Yani demek benim muşu işkiyetiz kasasen bu toyninki üzüde muşu dapudumbak mene çeliş ve onun başka mene şu ayallah o kişiler olsa onun nakşı okup mesela neşet ve onun başka şiirlerini diplomasya kılış arkalık
men mushundaq qilishninki o'zi bu islom dinimizni to'solgan ish emas. Endi bu masala kelgan vaqtda o'zida bu ikki xil ko'z qarash mavjud. Uniki normal bo'lgan ko'z qarashning to'g'ri holatga olib ketolmaydi. Chunki bu ishqa shaytonjiq, shayton qiliqlarjiq, shaytonlar aralashib qoldi. Undan boshqa bu ishni qilgan odam ko'pincha fosiq, töven qatlamdagi insonlar. Shuning uchun ba'zilari bunu qat'iy bo'lmaydi, naqsh musiqa degan qat'iy harom deydi. Hozir deb ashni aralliq qilsa shu hedisninki hammasi, dinimizning hammasi mush gapning ustida bordak, mushni naydi pek kötürdü hem de. Naydi kötürdü. Yeni ba'zilari var. O naqsh musiqaning men qandaq taraf olsa bu halal. Boludu, halal hem işi yok. Bu naqsh musiqa aşındaq şiir o'qish, dabudunbaq chelishninki o'zini chekidan oshirib etdi. Hattoki meni o adamni qiziqtiradigan ayol aralash, bütün ayollarning o'zi, bütün jismlarini mushundaq sahnaniki o'zida manglagan, mushundaq shahvatni qo'zg'agan harom bir narsani qiladigan mushundaq bir eqimchi bor. Bu ikki eqim hamda birisi tafrit, birisi ifrat. İkisini o'ttirsam ama yetisi degandek, men u naqshning o'zi, u yer yolg'onchi, kazzaplik yoki aldash yoki olmaydi. Mana bu insonlarningki shahvatini meni qo'zg'aydigan, meni fitna fasod harom bilan halol olishib ketgan ayol aralashgan. Bundan narsa bo'lmaydigan. Men mushunda bir holatda normal bir shaklni to'ydak belishningki nemisini ep ketish noit ters. Men mush ishni qilolmaydi demdi. Qilamaganki biz haddidan ziyod qat'iy harom zodi deb o'sha to'xtatmaydi. Yeni birisi qo'pib, o nima ishimi deb bütün ishning hammasini naqsh musiqa hozir hamda shu taqayda ko'chta qilib endi. Sen mushta bo'lgan ekan deb. Endi mushunda holatga ham qattiq hozir men akvatdi. Hem dunyoning umumiy yerda hammasi mushu endi. Chunki buni ham chekilin asosan bu fosiqlarniki alomati. Bu nachar, past insonlarniki mushu naqsh musiqa bilan, mushu usuli bilan, mushu harom narsani ashundaq qilish orqali hattoki mana shu sahnaga chiqqan ash kishilar hattoki ayollarning o'zini qilmagan qilib qolmaydi. Qachoniki men nayt mashhur olamanki, qanday haq meni yaxshi ko'rarki, nima deb mushtaq qilarki deb bu chekidan eshib ketgan bu haromlik. Meni bu qat'iy nima emas, bu durust emas. Endi bu ishlarniki hammasi bizningki musulmonlarning qo'lida yutib ketgandan keyin hozir endi g'ayrimuslim bo'lgan davlat meni mushundaq bo'lgandan keyin bunuga amal yo'q. Bunuga har bir odam o'zidagi shaxsiy imoniy va vijdoni bilan lekin o'zini idora qilib undoq yerga bormay, undoq narsani qilg'izmay mushtaqcho yashaydi endi. Endi yine Ayşem'den rivayet qilindi. Dedi Ayşem, oldi meni Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Şavval ayda nima qildi? Oldi. Ve kurdi. Peygamber meni men bilan nimada Şavval ayda nima qildi? Meni kurdi. Yani Peygamber ne? Yani yukarıda hadis degandek Ayşemni meni erishda 6 yoshda olgan. Endi 9 yosh yoki undan chiqaroq bo'lgan vaqt o'zida Peygamber aleyhissalatu vesselam ikkisi bir yerga shu kelgan. Bir yerga kelgan vaqtimizda to'yni shu nima qilgan Şavval oydan. Şavval oy qavi Ramazondan keyin hajniki oralig'idagi oy. Ya'ni Ramazondagi Şavval keldi, Şavval Zulqa'da, Zulqa'dagi Zulhijja keldi. Kelgandan keyin mushu oyda Peygamber nikahni shu chog'da qilgan. Ammo ikkimizdan bir yerga kelgan vaqtida Şavval oyida bo'lgan bu ish deydi. Unda o'g'andan keyin Peyyu nisai Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ahsan indahu minni. Anda o andaki deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ayollarınki qaysi mene Peygamber sallam'ninki qishida mendimu bek nisivarak, mendimu bek baxtligarak bir ayol var. Gördünmü? Peygamber sallam'ninki ayolların içinde men bek baxtlik. Men Peygamber sallam meni nayt bek nima qildim, yaxshi ko'rdi. Endi qolganim yaxshi ko'rdim. Yani kalbinin yaş görüşünün üzerine bir adam ego olaydıgan, manda kölme degan narsa emas. Bu Allah'ın ilkilik iş. Hem de bu kalbi yaş görüş. Şu arkalık bir qancha ayol olgan bolsa, onu o'xshash yaxshi ko'rish imkonsiz. Onun içinde bir ya birini raus ubda yaş gördü ya bir mındaq yaş ko'rgan gap. Bu günah emas. Bu hata emas. Hem de hata qavi şu 2 ya 3 ayol olgan bolsa, aşındaki o'ttirizda zohirda adolat qilmaslik. Yani ulaniki ihtiyacı qamdayamazsın. Onu zulüm qilish. Bu nima o? Bo'lmagan ish şu bu. Endi bu Ayşem'ninki bu gapni deyishi, meni Şavval oyda olgan
nikah qilib, Shavval oyida ikkimiz bir uyga kirgan. Deyishniki o'zi. Bu Shavval degan oyniki o'zi shala yashil ishorat deydi. Asli bu izolat ma'nosi ekan, asli lug'at ma'nosi, ya'ni yo'q qilib etish. Bu arablarniki jahiliyat davrida, mushu Shavval oyniki o'zida, Shavval oyida mushu to'y qilib qolgan o'zi bu shumluq, ya'ni ikki bayramniki o'tirishdagi bizning Uyg'urdan bag'u bo'lmaydi ekan, oy to'g'rilmaydi ekan degan xato gap. Men mushunda xato bir so'z bor ekan, shu so'zga raddiya berish uchun men Oysha mush gapni shu degan deydi. Shuningdek ba'zi ravofiz, xavorijlar, nimalar, shialarniki o'zi mushu ikki bayramniki o'tirisida nikoh qilishning o'zi durust emas, bakro deydi ekan. Chunki Oyshamni Payg'ambar ashta qilgandan keyin, shu Shavval oyida nikoh qilib, Shavval oyida bir yer kelgandan keyin bu Oyshamga pek o'sh shialar. Onda o'g'liga bunday qilsak bo'lmaydi deb, bu gapniki hadis to'simi, bu gapning dal aksi bizniki Uyg'ur jamiyatiga taraf berib, shuni ikki hayitniki o'tirisida nikohsiz obdan bo'lmaymish deydigan ashunda xato ko'p so'zda taqilib yurgan. Bu nima emas, o durustchi emas. Shunga ulamolarimiz deydi, meni to'y qilganimizda eng yaxshisi meni hijriy oyninki Shavval oyiniki o'zida nikoh qilib, meni to'y qilib qilsa bu nima bo'ladi? Nihoyat bakchi yaxshi bo'ladi, bu bir mustahab deydi. Chunki Payg'ambar Oyshamni Shavval oyida nikoh qilib ekan, Shavval oyida bir yerga kelib ekan. Uqbat ibn Amir radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan dedi Uqbat dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Ahaqqu shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Shartlarniki eng loyiqrog'i, ya'ni shuki vafo qilsa shu shartga. Yana vafo qilishga loyiq bo'lgan eng muhim bo'lgan nima o? Shart nimadir desa, onda bir shart turki sizlar halol deb halolladinglar, shu narsa bilan nimalarni purujni. Puruj degan parjonning nimasi o? Jam'isi. Parj deb kelsa, er bilan ayol har ikkisining jinsiy a'zosiniki o'zini parj deydi. Ko'pincha vaqtniki o'zida ayollarniki o'zini parj deb ataydi. Unda o'g'andan keyin mana bu hadis deydi Payg'ambar: "Sizlar meni vafo qilaman deb shart qildinglar." Bu yerda ahaqqu shurut degan mubtada bo'ladi. Masta'altum bihi shurut, furuj degan uning xabri, an tufu bihi degan uningdan badal. Ya'ni shartlarniki eng loyiqi degan vafo qilishga tegishli bo'lgan shartlarning eng loyiqi degan gap. Siz vafo qilib bir shart qildingiz, biz ne qanday bo'lsa, "Voy bo'ladi, tamom men qilib beraman, an ep beraman, qilimiz zodi" deb, o'sha ma'ni qilsan, ani qilaman, ma'ni qilsa, menda qilaman deb shart qildi-ya. Shu shartlarning ichidagi eng loyiqi qaysi? Shartlar nojiq, shuning ichidagi eng loyiq shart. Mana sizlar ayol elib, to'y qilgan vaqting o'zida, ashundaq, "Voy men sizni nima qilaman, voy bo'ldi men qilib beraman, voy dengiz ma'qul" deb shart qilib o'shada bu nikohning ustida. Shuningdan o qizning o'zi, o ayolning o'zi u shartga asosan ma'qul deb o'ziniki jinsiy a'zosi sizga topshirdi. Qanday manfaatsiz, maylisiz deb. Degandiki siz shuningdan qandiki siz vafo qilishga eng loyiq bo'lgan mushu deydi. Mushu bo'lgandan keyin siz nikoh qilgan vaqtning o'zida meni shart berib, shart qilib o qizning o'zi yoki o'g'ilning o'zi, mushta shart qilgan vaqtning o'zida har ikkala taraf bunga qarta shu shartga amal bor, men nima qilish kerak, uni ado qilish kerak deydi. Ado qilmasa shu bo'lmaydi deydi. Buningda ulamolarimiz endi buniki kengaytish nimasida bu nikohniki o'zida shartni qo'yish durust bo'ladi. Nikohlar vaqtning o'zida. Ammo nikohniki asli tabiatiga uyg'un bo'lgan shart bo'lgan bo'lsa, u maqbul. Ammo nikohniki asli tabiatiga uyg'un bo'lmagan shart bo'lgan bo'lsa, u chog'da u shart nima emas, o durust emas deydi. U maqbul emas, u mardud deydi. Masalan, debdiki bir xonim ma'qul men sana tekka vaqtdagi o'zida mening ustimga ayol olma. Ikkinchi xotin bilan olmaysan. Faqat meni bilan uy tutsan debdi. Meni bu shartniki o'zi islom din akishiga imkon bo'lsa, 4 ayolg'ishik osi bo'ladi deb nima qildi, ruxsat qildi. Meni bu ruxsatning o'ziga nima o zid. Bunga nima qilishning hojati yo'q, vafo qilishning hojati yo'q. U mardud, u durustchi emas. U chanlashda qilib qolgan bo'lsa, nikoh durust, shart lag'v bo'lgan bo'ladi. Ammo uning qarta ayol kishiniki o'zi. Masalan, men uy tutib bersan, meniki kim kechani qilib bersan, undan boshqa
ba'zi shartlarni debdi. Men yaxshi muomala qilsan, gap so'zing obdan bo'ladi, urmaysan, tillaysan, haqorat kamsitmaysan. Mushundaq qilsan degan shartni qon bo'lsa, o'shaning o'zida u kishi voy ma'qul degan bo'lsa, men bu shart asl nikohning tabiatiga uyg'un bo'lgan bir nima bo'lgan bo'ladi, shart bo'lgan bo'ladi. Men bu shartga nima qilish kerak? Amal qilish kerak. Bu shartga nima qilish kerak? Amalchoq qilish kerak. Endi buningda yana qandaqki ayol kishi shart qilsa ashta bo'lgandek, kishi bir shart qilsa, u nima durus. U qavun. Masalan, kishi debdiki, shart qilib, men sen olaman, og'a vaqtning o'zida emisan, men sizga men xutumli bo'lsangiz bo'ladi. Sizning yemak, ichmak, kiyim-kechingiz bilan, qo'shingiz bilan turadigan karim yo'q. Desa, xutun endi, qulaman unda yo'q, digil bo'lmaydi unda ishninki o'zini. Voy, bo'ldi, men kiyim-kechak, turadigan joyniki hammasini o'zim qilmayman, bay bo'lgandan keyin deb ashta qilib qolgan bo'lsa, u chaniki o'zida bu shart maqbul emas. Chunki nikohniki asl tabiatiga meni ayolni olgandan keyin oldim otasiniki uydan, qo'lidan degandan keyin otasining uyda qanday bo'lgan bo'lsa, men erniki o'zi kelgan vaqtda shundoq mana shundoq qilma degan gap bu shart asli shuni bo'ladi. Shundoq qilma degandan keyin otasining uyda yemak yeydi, kiyim-kechak bo'ladi, keydi, turadigan joy nemisi bo'ladi, ota-onasi qilib berdi. Undan bo'ldi eri neki olgandan keyin uni shundoq qilib bergan gap bu shart asli nikohning tabiatiga uyg'un. Meni buni qilish kerak. Buni ado qilish kerak. Ani uyg'un bo'lmagan narsani qilib bersin bo'lsa, o'chan o'zida bu durustchi bo'lmaydi. Unda degan bo'ldi deb. Ammo shundoq qilib berishningki o'ziga ma'qul debdi. Ma'qul deb degandan keyin uni qilib beraysim, unmabdi. Unmagandan keyin bo'pti, men o'zim pul bor yoki undaq deb degan bo'lsa, o'zining ishi. O'chan o'zida siyli rahmat, o'chan o'zida boshqa bir savob bo'ladi endi. Meni bu. Va uni boshqa, masalan, ayollarniki mesela bir shart qilibdi, men u yerga apirsa ya bu yerga apolmaysan ya undaq qilsan deb. Men burungi davrimizda safar qilish mushkul ekan, o'chan o'zida sen safar qilib qolsan, meni apolmaysan. U yerga apolmaysan desa, ma'qul degan bo'lsa, o'chan o'zi bo'ladi debdi. Hozirgi davrimizda sayohat qildirsan deydi, zaman ta'tirib ketgandan keyin sayohat qilib rahat bo'ladi. O'chan o'zida sayohat qilsa, safar qilsa, o'chan o'zi mushkul. Yani bu endi. Mushu nihoyat muhim bir mavzu. Mushu nikoh qilganingizda ikki tarafning o'rtasida o'ylamasdan yoki kishi o'ylamasdan, "Va ma'qul" deb yolg'on qilib alda. Agar yolg'onchi aldash meni vaqasi kelib chiqqan bo'lsa, o'chaningizda bu isbotlangan bo'lsa, uningdan keyin shu yolg'onchi isbotlagandan keyin o'chaningizda shu ayol kishi yo qizininki o'zining haqqi bo'ladi. Ya uy tutish yoki ajrashib ketish. U gunohchi bo'lmaydi unda. U debdiki, o'ziniki mushundaq pul yo'q, yoki nemisi yo'q, mashinasi yo'q, yoki binasi yo'q, yoki uy yo'q. Muşun apırıp maşın icaraga bu köydüm benim maşınam var, uyum var dep ben okumasını aldap, ben mundaq bay kişi, andaq kişi dep, benim mundaq bir aldığım bolsa, uçağınızda kızvanlık ailesine ait katta ailemdi. Anda oğlanması kim qarab baksa, undaq emas çıqqan bolsa, uçağınızda ihtiyar. Uçağınızda nikahını, uçağınızda talğan alsın buludu, o günah olmaydı. Bu andi. Bunu naicik neme kirdi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene layık olmuşsun söz mene layıktı bir reculun. Mene layık olmaydı. Mene bir yüzdeki karındışınınki layık olan kızga üstelep ondan nem olmaydı. Mene layıkçı çıkmaydı. Mene kızgın nima aşmaydı, sözcü aşmaydı. Adamcı evetmeydi deydi. Bu nima emas, o duruşçu emas. Endi erracul degan mu'min musulmon. Ayada ahi degan gap nima degan gap? O'ziniki qarindoshi, diniy qarindosh. Anda o'anikin o diniy qarindosh bir qizvonni olaman desa, uni o'qib turib gaplashayotganligini, adam evetganligini deyishayotganini o'qib turib, aqlab üstüden apırıp men yenisini sizme alay. Men o anda kısmı mandaq qıparman, andaq qıparman degan gapni o'zi çok qilmaydi deydi mu'min adam. Bu to'g'richu emas. Hattoki meni o qarindishi nikoh qilib bo'lg'ay yoki tark etgan o qarindishi o xonimni. Ya nikoh qilib bo'lg'ay, ya meni bo'lg'ay yoki uni uchun tark etib olmag'ay. Nikoh qilib bo'lgan vaqtning o'zida undan keyin o layıkçı çıkmaydı. Qattiq ikkinchi adamning ayolining o'zini undaq qilish bo'lmaydi. Yoki bo'lmaydi, terk etib atsa o'chani o'zida, bo'pti deb yenib ketgan bo'lsa,
u canın özüde anındaki men emdi yani sizler toy kılay dep ata-anasındaki kışığa adam kirgizip müştak gep evetip kısa u canın özünden boludu o duruşçu boludu deydimdi. Hem de muşunda kılıp mesela bir adam yeni bir kızvanın özüne işte gep evetipti evetkendik o kızvan baştaki bir adam diş buptu ken diş bolgandaki dişke baktım bu adam gep evetip bu adam ikkinchi bir adamdan bunu toy qilib ketdi. Qilib qolgan bu toy qanday bo'ladi? O'lmalarımızın deyişçe bu toy durus. Ama bu adam günah ötközgen bo'ladi deydi. Çünkü bu Peygamberim aşta qilmanglar desa unmay uni qilgandaki bu günah nasihat ötközgen bo'ladi. Bu durusçu yani günah tarafdan bu günah bo'ladi. Ama bu nikahsi nima o durus deb mushtanim qiladi deydi o'lmalarimiz. Ve Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dediler Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene sormaydı ayol kişi yüzdeki karındışındaki talakını nem kılmaydı sormaydı. Neymişka? Ta şu ki boşatkay bu ayol kişi şu karındışındaki kaçsını. Ve nikahçı kavagay, tigvagay bu nime ayol kişi deydi. Bunda işte çok kılmışsın deydi. Maya demdi. La tesel mer'etu diyen mer'etin murat. Ni murat yani sorumlusun ayol degeni yani layıkıp kilingen ayol. Yani o her kişinin özü bu ayolga ben sizni alsam depti. Ama bu ayolni bu erniki bir ayol varken. Şu ayolning üstüne bir ayol alay depti ya deyishibdi qipti. Muştaq vaqtning o'zidan bu ayol depti ekan-de deyishib gap kelgan yiliq ayol. Unda olsa siz anda olsa xotiningizni nimqatdan qo'yib eting. Xotiningizni qo'yibsiz, anadiki men ma'qul deyman, men sizga tegiman depti. Mena muştaq nikoh qilaman depti. Desa bu qat'iy nima emas, o durustchu emas. Bu İslam dininde nima o? Haram. Qat'iy durustchu bo'lmaydi. Chunki er kishi o'ziniki kudreti yetsa, imkoniyati bo'lsa, mana 4 kishi osichu durust. Bu nima o? İslam dinimizdagi er kishilarga bergan bir ruxsat. Ama mecbur emas. Bu yerda bu yilki rasmiy hukm deganda hukm degan olmaydi. Hukm degan bu ruxsat hukm bo'lsa-mu, lekin mecbur shunda qiling deganlik emas. Bu ixtiyor. Ya'ni ruxsat degan gap asli bo'lmaydi. Buning qarta shunday bir ishlar kelib chiqsa, mesela er kishiga nisbatan yoki ayollar kishiga nisbatan, ayol kishi mesela tug'maskan ya og'riqchankan yoki kelsa yoki og'rib qolibdi yoki yeshishib ketibdi yoki boshqa bir ishlar bo'libdi. Bu sababdan asli qanday qilish kerak? Ikkisi ajrashib ketib kerakdi. Buning qarta Allah qanday qilgan? Uning qarta bir ayolni olsangiz bo'ladi. Shu ayolniki huquqini berganda ikkinchi ayolning hamma narsa o'xshash qila oladigan shunday iste'dod bo'lsa bo'ladi degan gap. Ruxsat degan bu endi. Anda o lekin mayadagi ayol, yani loyiq bo'lgan ayol o'ziniki singlisi bo'lgan, yani o'zi qarindishi bo'lgan, adamniki ayoli. Shu ayolniki taloqini so'rmusun deydi. Nima ish qilsan? Ta shuki meni bo'shatqay bu ayol, yani loyiq bo'lib kelgan ayol şu karindişiniki kaçsın. Şu karindişiniki kaçsın. Şu kaçsın. Men erkişiniki bütün yemek, içmek, kim keçe hem neresi kaçırap. Yani cinsi azası oldu ne? Şu yani demek şu yılki erkişiniki hemmesi mağını bolsun. Onun da çıkan bütün menfaat, menin kaçanın içinde bolsun, bunun için bommusun. Dep açtan ne mıksun? Kalı da deydi. Ve tigi vadı deydi. Bunda işte çok kamusun. Çünkü ne için? Unda kamusun kısçı bulmaydı. Ne için? Çünkü bu layık bulunan ayal için bağdır. Yani iki xotunga alaman degan ayal için bağdır. Anda bir nimasi ki takdir qilindi, o narsa şu ayal için. Anda o aniken kadir azaliyden mana Allah Taala nima takdir qilgan bo'lsa, uning uchun shu bo'ladi. O'chanizda xotonni qo'yib etib, anadiki men olmansam ma'qul deyman. Xotonniki ham qo'yayotgandagi seniki uy vaqan va bütün narsalar mening ilkimda bo'ladi. Mening bo'ladi, sen uningizga manfaat edish, menli bo'l, meniki bo'lasan deb unda çok qilmasin. Alloh agar ashundaq mundaq bir erni ikki ayol yo 3 ayol mundaq o'rtoqlashib foydalangan
taqdir qilgan bo'lsa, shundoq bo'ladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, u nikohni uzishi bo'lmaydi. Unda bo'lsa bunday ishni çok qilmasin deydi. Men bunda ishni uzi jamiyatimizni noyat nima o chiq. Mushundaq o so'rash begap, mana ash oilani buzvatadigan, ashundaq pastkashda hozir nima o mavjud. Ashundaq erini buzadigan, ayolni buzadigan, bo'lib mu oilani buzvatadigan. Shu erni kuch ko'tish orqali shunda yaxshi bir oilasi bo'lgan bo'lsa, men shuningki ziyonkashlik qilib bu ayollar shaytonlashgan ayollar jiqo'gan ekan, ya o erniki nimasi yomanda qaraq, ya unda qaraq. Shuningni unga qanday qiladi, unga ziyonkashlik qiladi. Ziyonkashlik bu oilani buzvatadi. Qarasa o ayol deganniki ya 4 ya 5 bal sup qolgan. Yosh bir yer kelgandiki burunqidek ahvol emas. Balni vaqaman deb yerini kutamaydi. Unda o ekan bu şeytanlaşkan insan yani ayollar qanday qiladi, uni bütün qilig'ini qilib ashat, qilmagan ishni qilmay, kishiniki mijoz bilgan ekan, shuni buzvatdi. Bu eng nima bo'lgan bo'ladi, bu og'ir gunoh bo'lgan bo'ladi. Buning uchun diqqat qilish kerak. Bundaq yerdagi pastkash insonlar, men ayollar uchun bor, yo'q emas, bor endi. Yine İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilish shuni deb jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'sti, shig'ardin to'sti. Shigarda nima qildi Payg'ambar alayhisolatu vasallam? Men to'st deydimdi. Endi shigar degan nima? Shigar shuki meni agvaga bir odam o'zining qizini shuningki shartiga binoanki meni agvaga u odamga yenbirsa o'zining qizini bergay. Buni nima deymiz? Uni shigar deymiz. Mana bu Arabninki jahiliyat davrida mushna bir nikoh ishli mavjud. U qanday qiladi? O'zi qizini, balog'at yetgan qizini olib, "Men ma qizini sana bersam, sening qizingni menga bersan." Ikkimiz mushta tegishtirli buni, ammo ikkimizning o'rtasida bu qiz mehribonat bo'lmasin deydigan, men mushu nikohniki o'zi ikkisining o'rtasida nima yo'q? Mehr yo'q. Men bu nikohniki o'zi nima o? Mana harom. Men mushu nikohning o'zi jamiyatimizda hozirgi mushu asrda bu mavjud. Bu mavjud boshqa kufr davlatlarida, kufr diyorlarida bu nima u mavjud. Muttafaqun alayh. Va fi bir rivoyatda Imom Muslim uchun dedi la shigara fil islom. İslam dinimizde mi yo'q? Shigar yo'q. Yani ashda nikoh qilgan ish yo'q debdi. Ammo munda qilibdi. Bir odam debdi, ya singlisini ya qiziniki o'zini mana yana bir odam beribdi. Berish jarayonida uniki masalan to'yliq, mehri hamma narsani elib anda qilibdi. Shunga birlikda unda o'g'il ishimiz qo'shqudi bo'ldi. Unda o'g'il ekan ya qizlarni ya menga yoki singillarni ya bo'lmayman o'g'limga mundaq bersa uniki nemisi mehr haqqi yo to'y nemisi mundaq bo'lsa buni ishi kirmaydi endi. Bu yer tegishtirdi endi. Ya singlisga ya qizga. O'sha o'tirib hech qanday mehr olmaydi. Tegishtirdigan gap. Meni bu qat'iy nima emas, bu durustchi emas. Yani Ali radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shunda deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam to'sqan edi. Ayollardan manfaat erishdan, ya'ni mutatin nisadin to'sti Xaybar kuni. Xaybarda nima qildi? To'sti deydi. Ve to'sti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam humri insonlar, humri insiniki go'shtini yeyishda nima qildi? To'sti. Ya'ni humri insi degan nima? Yani insonlar degan gap. İnsonga mansub bo'lgan, ya'ni inson bilan birga o'tadigan, shunda olishib turadigan bir eshak bor. Humurun degan himaruniki jamisi nima? Humur. Bu humurniki o insonlarniki, ya'ni uy hayvonlari bo'lib, uy eshaklar bo'lib, bu uy eshaklar inson bilan bir yashaydi. Men bu eshakniki go'shtini Payg'ambar nima qilgan? Uni Xaybarchi tusvatgan. Buniki bu nima? O harom. Unda himanlar degan. Mana shu endi bir hadisda shunda bir hukm tushgan vaqt o'zida ash sahobaning o'zi qaytayotgan ishani go'shtini tatib, hamma to'kib, qozonni tatib, hamma etib ashta cho'q qilgan. Men bu ishaniki nima shu bu. Ammo o'zikin bizniki hozir umr insi degan, biz hozirki biz ishlatayotgan, menayotgan ishaniki o'zi nima deymiz, uni umr insi deymiz. Bu ishaniki go'shi, bu nima o harom. Endi birisiga ekan mutatin nisa. Yani ayollardan menfaat aladigan nima o nikah. Yani o'zi menfaat elib shahvati qamdaydigan derecedeki bir nikah var. Bu bir nima o nikah, bu zina.
Bunu da Peygamber nima qilgan to'sqan. Bu ishlarning o'zi Arab yarim orninki o'zida islom dini borlik kelishdan burun bu ish mavjud ekan. U mavjud qolgan, ya'ni ayolni manfaat edish. Ya'ni bir odam bir ayol bilan ishga kirgan. Birisi mut'a deydi, yana birisi muvaqqat deydi. Mut'a degan, ya'ni u odam o ayoldan mesela manfaat oladi. Masalan, sizga men 100 qo'y beray yo 500 qo'y beray, shuni qarshilığında sizga mancha vaqt ben xotin oğlum demaydi hamdi. Şunu ben huzur alaman sizden. Men manfaat alaman sizden deydigan gap. Yani demek hozirgi davrdagi masalan shu payishxona va hokazo ishlarning o'zida manchiligi manchiful deganlikning o'zi shu endi. Yani bu ishlarning o'zini Payg'ambar nima qilgan uni to'sqan. Bu muddatun nikoh deydi endi. Bunida vaqt yo'q. Ya bunu uçan özde nikah kılman deydi. Nikah kılman degandan keyin uçan özde onu pul verdi ma'lum nimede. Uçan özde bunu karşılığında ayol kishi anadan ma'qul deb o'zi topshirdi. Topshirgandan keyin bu nima muddatli nikah. Endi bir nikah muvaqqat. Vaqtlik nikah deydi. Vaqt degan masalan 5 kunlik ya 15 kunlik ya bir oylik ben sizdan olaman. Siz olgandan keyin men sizga buni qarshiligi manch pul verman deydi endi. Men bu nima nikah muvaqqat. Bu islom dinimizde bu nima bu haram. Selman ibn Akva radhiyallohu anhu rivoyat qildi Selman. Ruxsat berdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Avtas yili nikah mut'idin imbadi 3 kun ruxsat berdi. Onidagi to's Peygamberim bu nikah mut'idin muqaddi to'suvatdi. Bunda bir ishni qilsanlik qat'iy nim qilmaydi, bo'lmaydi deb men Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho deganti deydimdi. Endi bu yerda Avtas degan o'zining o'zi Avtas degan gap mushu Avazil qabilasiniki mushu Fatih Makkaniki o'zida mana Fatih Makkaniki o'zida bo'lgan bir urush. Shu vaqt o'zida Avazil mush Toif tarafda bo'lgan bir urushdi. Shu vaqt o'zida shu urushda yetib kelgan vaqt o'zida o'lja taqsim qilish uchun Avazil Avtas degan yerga tushgan. Tushgan vaqt o'zida shuni deydi. Ya'ni Fatih jilniki o'zi shu. Shu vaqt o'zida Payg'ambar men shu musobaqaga 3 kun nikoh mutti qilsang bo'ladi debgan. Buni qarta sahobalarniki bir qanchasiniki nimasi bor ekan. Shu chog'imizda ikkimiz bardoq bir ayolni qilishgan, ikkimiz manch pul beradi deb, shundan u men qarab men sen yoshdim, uni emitdim, meni mening maqsadim sen bilan bo'ladi ekan deb men nim qildim, anidan Payg'ambar shuni undan bu ishni to'svatdi qiyomatgacha deydigan shu nima rivoyatlar bor, shunga o'xshaydigan. Shuna ish bo'libdi ekan. Endi bu ish nima uchun undaq bo'ladi desa, mana bu sahobalarniki o'zi u vaqtdagi o'zida jihad qilmagan vaqtning o'zida, urush qilmagan vaqtning o'zida buni ayollarni olmaydi. Ayollar olmaymagan bo'lgandan keyin o'chandagi urushniki o'zi hozirgidek masalan mashinada, masalan aeroplanda, masalan poyezdda ish yo'q. O'chad piyoda mangdi ya eng yaxshi, eng indop kelsa masalan to'g'ri minadi. O bir yer berish uchun 5 kun, 10 kun, 15 kun, 20 kun, hatto berib kelish bo'lgan orliqda masalan Madinaga yoki Makkaga berib kelishga 1 oy 2 oy ketib qoladi. 1 oy 2 oy yoki 15 kun oilasini orliq qolgandan keyin o'chaning o'zida hammamizga ma'lum. Bo'libmi issiq balvaqdagi rayonlarniki tabiatida, kishilarning tabiatida boshqa so'g'oq rayondagi kishilarga qaragan vaqtimizda bu tarafni sal aktiv keladi. Aktiv kelgan bo'lgandan keyin bu qandaqki bir odamniki bu yiliqi tartib kelsa o'cha chiqamiz bo'lmagandek, men shu vaqtning o'zida mana shu ishlar bo'ladigan gap. Unda o'g'andan keyin mana o'cha jiq ishlar bo'ldi. Shu Payg'ambar bu vaqtning o'zida men bir qator buni to'svat deb, endi bir qator ruxsat berib, endi oxirida andagi Xaybarjilik eng oxirida men qiyomatgacha bu harom deb eshak go'shtidan men nikoh muvaqqat va nikoh mut'idin iborat bo'lgan, men bu narsani haromchi qilgan. Bu bir qancha qatim bo'lgan ish deydi endi. Bir qancha qatim bir qator ruxsatlar bu ish sabab shu endi. Endi hozirgi davrda 1 soatda yo 2 soatda g'orrot mashina minib berib javob undan nima yo'q. O'chaningizda birli kessa 5 kun, 10 kun, 15 kun, 1 oy, 2 oy shuna berib keladigan gap endi. İkinci fasl. Abdullah Mesud radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Abdullah. O'rgatdi bizlarga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tashahhudni. Tashahhud o'qishni nima qildi? O'rgatdi namozda va tashahhud o'qishni hojatda, ya'ni nikohda. Ya'ni namozda nima tashahhud o'qiysiz?
Bunu öğretti beni kitab-ı salat tügüdü çıktı. Mevazim deydi. Ve hacetteki yani nikahda. Yani nikah bir insanın hacet oldu. Şunu da kaysi hutbunu okuyasız. Ben bunu ne kıldı? Peygamber öğretti deydi. Öğretip dedi Peygamber namazlık teşahhüd men bu. Kavun Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü selamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Meni bu kitap salat bu tükep gitti. Hem de o teşahhüd namazı ki, nime hacet ki, nikahı ki, nime o teşahhüd. Yani hutbe. Ne diyen gibi. Hem de bu yerden de bu hutbeneki özün teşahhüd deyişin. Çünkü bu hutbeneki özünü bu adam aşağı adamın yığış arkalık adam bayaniki özü de şahitler ve billah uçan özü de aşkarcı okuydu şahit kılıp. Yani bu itibarla hutbenin özü ne dedi? Teşahhüd dedemdi. Yine şudur ki yani hacetteki teşahhüd şudur. Elhamdülillah'dır. Yani en diyen yani diyen gibi. Elhamdülillah'dır. Yani muşu nikah kavvahtınızda sizin muşu teşahhüdü okunlar. Yani muş hutbede ne bakanlar okunlar dep muştakçı dedi. Yani biz nikah kavvahtınızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muşu öğretken muşu yedis kasasan men muşu hutbeni okuşumuz nime o en yaxşı. Men muşta okuşumuz gerek. Elhamdülillah. Yani bununki mensemmimiz bilimiz. Elhamdülillahi nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyimiz hem de. Müşten okuyumuz. Bunun kartta yine tövendimdeydi bir kança rivayet var. Yani rivayet. Şununla okuydu Peygamber 3 ayetini okuydu. Müşekkilim. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kâlallahu Teala ya eyyühellezine dep müştakçı 3 ayeti tövendik 3 ayeti okuydu hutbede değil. Mene ya eyyühellezine amenü takul haka tukati ve la tamutunne illa ve entum muslimun. Diyen bir ayetle yeni bir ayette ya eyyühen nasu takul rabbakum lezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minel zavca ve besse minu ricalan kesiren ve nisa vettekullaha tesanu bihi ve raham inna kan aleykum rakibe. Diyen ikinci ayet. Üçüncü ayet ya eyyühellezine amenü takullaha ve kulu kavlen sediden yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illah ve resuluhu fakat faza fawzan azimen. Diyen men muşu 3 ayetni okuydu. Okup anladaki nima qildi o'qib shuning bilan nikahni çok qildi deydimdi. Meni nikah qilgan vaqti o'zida mushu xutbani o'qish bir sunnat. Meni bu hadisni İmam Ahmad, Tirmizi, Abu Davud, Nesai, İbn Majah, Darimi rivoyat qildi. Men mushtaq. Jami Tirmizi'de bor. Jami Tirmizi bunda topadi. Tafsir qildi 3 oyatni Sufyan as-Savri. İmam Tirmizi'nin Cami Tirmizi'de 3 ayeti Süfyan Sevri rahmetullahi tefsir etken. Bu mındak oldu mühendisi de. Ve ziyade kıldı anladık. İbn-i Majah Allah Teala bu Peygamber Sallam'daki elhamdülillahi din ki elhamdülillahi nahmeduhu diyen gepni nime kıldı? Mene nahmeduhu diyen gepni bu yerde zikir çok kıldı deydim. Yani elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu. Ama da nahmeduhu yok, nesta'in'den başlayıp gidiyordu. Yani nahmeduhu bakken İbn-i Majah'ın rivayeti de. Ve Peygamber Sallam'daki min şururu enfusuna dinkin ve min seyyati amalına uş kıldı. Yani yukarıda ve na'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina diyen gap şu babanında deydi. Ama biz ayetin okuduğunda min şururi enfusina dep bakken. Bunu çok kuşup koydu deydi. İmam-ı Darimi mene Peygamber Sallam'daki azimen diyen ayetten keyin anadaki gap kılda ma gapni depti. Yani azimen dep to'xtamaydi ekan İmam Darimi'nin rivayetinde. Andaki gap kıldı mene şu Peygamber özün hacetini. Özün hacetini nimit kıldı, o hacet nimiti. Muş ayet okup bolgandan keyin palana axunniki qizi, pukuni xilim özünüzü muş deydigan muşu meni nikah, muşu yanaqı mehriga asosan siz özünüzü qabul qildingizmi deydigan muşta gap so'zni qo'shildi. Qolgani unidan akishiga deydi aldingizmi o'sin deb men muşu gapni nima qildi deydi.
O rivayet kıldı. Muhyi sünnet, şer'i sünnette İbn Mesud'dan mene hacetning hutbasida nikahdan ve nikahınki gayridin deb nima qildi? Rivayet qildi. Mene hacetning hutbasidagi o nikahdan bo'lgan hajat deb. Mana da hacetning hutbasi dedi. Ma yuqorgi rivayetda, ammo nikah degan gap yo'q. Mene nikah degan bayon. Mana bu İmam Muhyi sünnetniki şer'i sünnette muşta rivayet etken. Ondan o halde ayadaki bizdeki mene bu yılki nikah değişikliği sebep mene muşu hadis nima qildi bu yerda men tayit qildim. Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivayet qildi dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem her qanda bir xutbiki yo'q, uningda teşavvut yo'q. Fas o xutba nima o'xshaydi bo'lsa bir qo'lga o'xshaydi ekan, eqib ketgan juzan. Şunda eqib ketgan ashunda meni qo'lga o'xshaydi, ya'ni barakatsiz üzülüp ketgan bir qo'lga ekan, barakatsiz bir nima bo'ladi o qo'lga o'xshaydi bu xutba deydi. Bundan deydi kullu xutbatin desek uçan üzüde aşmani çıkıdı. Ama kullu xutbatin degan vaqt üzüde yani her qanday bir xutba o'qiyim degan vaqt üzüde onun ichiga tashavvutni qo'shmasak, yani Allah hem de yetiş, Peygambersam dört yollaş, guvalık öğrenmen degen yukarıdaki aşında xutbani qo'shmagan vaqt üzüde men bunda o'qilgan xutbaninki ishni beshin boshlab bunda bir ishniki oqibatiniki yaxshi yeri chiqmaydi. Uning barkati yo'q. Deydi, xayriyat olmaydi. Endi kullu xutbatin degan vaqt o'zida har qanday bir loyiq bo'lish ki, mesela so'z ichish qizg'onninki o'ziga ota-onasi velisiga uningda tashavvut yo'q. Uning tashavvut yo'q shu yalaqi nimada kitlar o'kib deb bismillah alhamdulillah deb o'qimasdinlar qoida bo'yicha. O'qimasdinlar men alhamdulillah robbil alamin hech bo'lmadi buni o'qimay, payg'ambarim durt yo'llamay, yoki bunda qilmasdinlar, aşağı kelib o'ltiriblar. Hozirgi kafirlarning adi shu endi. Oy deb o'ltirib, voy mushtaq qildi qizni deb mushtaq qilish degan gap endi. Mana har qanday bir aşı loyiq bo'lishki, buningda tashavvut yo'q. İslam diniga mansub bo'lgan Alloh hamd etish. Payg'ambarim durt yo'llash deydigan mushundaq bir narsa qut bo'lgan bo'lsa, loyiq söz etish olmasa bu berketsiz oldu. Men berketsiz oldu ki onunki akıbeti yaxshi olmaydi. Falaket oldu dedi. Anda o ekan siz hiç bo'lmagan qizlarning so'zi yazsangiz, uyga kelsiniz qizlarning uyiga, men bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah deb men mush shaklda nima qilay so'z echin degan gap endi. Veyna Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivayet qildi dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem her qanday bir ishki meni balning egizidi, shalliq ish edi. Z degan egisiga bal degan shal degan gap. Her qanday bir shalliq ish, ya'ni shal bal degan qalbi degan gap. Adamning qalbini noid egallaydigan, qalbida muhim deb biladigan mushunda bir ish qolgan bo'lsa, bu ishniki o'zida alhamdulillah deb boshlanmasa, o'shan o'zida pes o ish nimadir? Aqtaqdir, üzükdir, kesikdir. O davamlaşmaydı o iş deydi. Ondan o halde siz xutbu qan, nikah qan vaqt o'zidan, to'y qan vaqt o'zidan may loyiq qilib keling, yoki nikah qan vaqt o'zidan nikah oldim taqdimdan, men shu vaqt o'zida jazman uningda Allohga hamd etishdan bo'lgan alhamdulillah deydigan mushu mazmunda cho'p bo'lishi kerak. Men mushuni bilan boshlasangiz, o nikah, o to'yingiz sizga barakatlik, men xayriyat mushundaq nayeti ubdan çok buludu. Eğer undaq olması şu, o kan toyunun üzü siz berketlik olmaydı, siz yaşlık epkenmeydi, hayriyet epkenmeydi, arada bir kılıp uruş talaş, devamlı kapılık, ağırda bir ayırışı ekip çıkıyordu. Şunun için onunki aldığını eriş için biz kandak kılışımız gerek, nekani, şunun da layık oluştan ibaret olan bu işlerin üzerine Bismillah, Eûzu, Elhamdü ve Salat deyip müştahını kılışımız gerek. Başlamamız çok gerek. Anladık ki bununla başlayan vaktin yüzüde, mene başlaş, mene Allah olan, Allah'ın Resulü olan, şu berketlik bilen başlayan deyken, bu işlerimizin tügenisi mi bilen budu, berketlik yaxşı yere, hayriyet çok bulu demdi. Yine Ayşe radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ayşem, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, E'alinu haza nikah. Aşkar kılanlarsa ilan kılınma nikahını. Mehbi çok mana değil, bunun puşkakta. Unda bo'lmasin, nikah degan gapning o'zi meni jazman oshkorchi bo'lsin. E'lon qilinglar, haq uqtiringlar deydi. Va qilinglar bu nikahning o'zini masjidlarda qilinglar.
Endi masjid degan nima u? Ibodat qilgan joy. Endi nikohning o'zi nima islom dinimizda? Bu bir ibodat. Ibodatniki o'zini, mana ibodatniki o'zini, men zaman ham makon e'tibori bilan zamonda, makonda, ulug' joyda, ya'ni zamonda, ya'ni ulug' zamonning o'zida bir ibodat qo'shilsa, texmi barakatli bo'ladi. Shu Ramazon va undan boshqa masjidning ichida qilingan ibodat mana boshqa vaqtning o'zida, boshqa vaqtdagi ibodat qilgan natijasi nima deymiz unga? Yuqori deymiz. Shunga mana nima deydi Payg'ambar shu nikohniki o'zini masjid qilinglar. Masjid qilgan vaqtingizda bu barakatli bo'ladi. Bu ibodat, mana bu nikohning o'zi ibodat bo'lgandan keyin masjidning o'zida qilgan ishning o'zi ibodat. Anda ibodatning o'zi ibodat bo'lib, texmi yaxshi bo'ladi. Bu deydi endi. Endi mushta qilish nima u? Sunnat. Masjidning ichida qilish. Mana endi nikohni oshkor qilinglar degan gapning o'zi, masalan nikoh degan nima? Oldim, tagdim degan aqd. Yani aldım tagdim degan gapniki o'zini, bo'lsa jamoatning o'zida, to'y qildigan yerda, bo'lsa masjidning ichida qilib, ana shunda haq kelgan vaqtda o'zida qilsanglar, texim o'tamo. Chunki bu zinoniki, bu nikoh bilan zinoning o'tirish farqini, mushad farqini tavanda keladi. Va urulisida sizlar shu nimaga, shu nikohga dumboqlarni uring, daplarni uringlar. Nikoh degan uçuk aşkar olsun, uçuk aşkar oluşunun üzü qanday buludu? Dapu dumbaq, naqsha, aşdaq bir nəskərin diş arqalıqçı buludu. Andaki farq buludu. Şu vaxtın özüdə andaki nikohniki əsli təbiyyəti nima bolğan buludu? Uyğunçu bolğan buludu. Deb, məni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem müştaqçı dedi. Ondan başqa, mənə bu nikohni aşkar qılınlar, bunu məscid qılınlar degan vaxt özüdə, bəzi ölümalımız deydi. Muşunda yaxşı iş bolğan vaxt özüdə, ubdan adam kelgan vaxt özüdə, məsələn, bir adam bir yer səfərdən kipti yoki ubdan bir millat bir xalqniki büyük yaxshi bir ishlar olibdi mustaqillik yoki deydi. Shu vaqtingizda mushundaq qilishligi o'zimi bu nima yaxshi deydi endi. U bir ibodatning bo'lgandan keyin bu deydi. Masalan, hozirgi davrimizda masalan Cumhuriyet, İslami Cumhuriyetimizni tabriklash va qazo ishlarining o'zi. Bu bakana o xato emas ekan. Muhammed ibn Hatib Cumahi radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz. Faslu ma beynel halali vel harami es-savtu ve duffu bil nikahi. Mene halal ve haramniki oturusundaki ayrıydıgan nese avazdır ve dumbak uruştur nikahda. Kanda kılsı men halal bilan, halal nikah bilan haram nikahning o'ttirislik farq nima? Ovoz chiqirsiz, naqsh o'qiysiz, ashunda dabbudumbaqchi qilasiz. Ovoz chiqirib, dabbudumbaqni urib, men ashunda o'jur jamoatni kichirib, ashunda qilasiz. Men bu halal nikah bo'lgan bo'ladi. Agar u odam unda qilmay, ovoz chiqarmay, naqsh o'qimay, xan akirib, unda nashid binasi o'qitmay, men ashunda qilibdi. Yoki u dabudun bakmaptım, mok kutu uyda çok kuvvetli. Ben iki adam ilk başta işler bağlandı. O yılki bir taraftan karşısında nikah var, şahit iki tane ekledim de bir tane kıldı. Ben bu ne olgan buludu? Diyendek ubdançı emes oludu. Çünkü o adam eğer resmi aşkar kılamasa ne için o adam mehbi kılıdı ne? Ne için kılıdı? Nikah degan cemaatin o'tirish qilish kerak. Men madamdan nikah qil degan ikkinchi bir odamni uqsonlik bir yamonsa, ham buni ayol ekan, buni eri ekan deb o'chani tuhmat bo'lmaydi. Ham bundan bo'lgan gap bu. Ayşe roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ayşe berti meni qashimda bir ansardan bo'lgan bir qiz olib berdi. Yani bekvagan bo'lishi mumkin. Men buni agverdim deydi. Agvergandan keyin shunga Peygamber dedi ki, ya Ayşe, ala tuğannine. Ya Ayşe, ala tuğannine. Aya nakşetmamsınız. Ma kızgan nikah kılıp, toy kılıp gitmegenden ki nakşetidigan. Gina deydi. Gina degen nakşatti degen gap. Gina degen nakşa degen gap buldu. Nakşa etsiniz bulmadı. Uygurçada gina. Arapçada neşit. Yani gina mı deydi? Arapçanın üzüde. Malınki nezir şarkı deydi. Yani nakşetmamsınız da. Çünkü Ensardan bo'lgan makabila meni naqsh etishni yaxshi ko'rdi emasmi? deydi. Bu yerda naqshniki aviyati deganimizda hammasi bu yer durust deganlik emas. Meni aviyatga qadar agar xato bir narsa qolgan bo'lsa, uni deyishga bo'lmaydi. Ama nikoh bo'lgandan keyin to'y ziyofati bo'lgan yaxshi bir ish bo'lganligi yaxshini ifodalash uchun har qanday inson tabiati bo'ladi. Ana bir xo'shallikni ifodalaydigan
şu aşıdak bir toplanıdığan, bir narsa okuyduğan, deklamatsiya kıldıgan, nakşa etadigan, bunda dapçalıdığan bunda bir şey oldu. Bu tabii bir iş. Endi bunu karşı bombaydıgan neyme? Onun içindeki er ayal ağırlar, ayalların avazını set çıkarıp aşındak yüzüge nemi kıldığan degendek azık devrimizgidek. Mene ağırlaş usul var gaza, o hata. O bombaydı. Men bu normal şekilde kısa onime o durur. Şu an hayatı dediğimizde bu işin normal halette ip geçişi ters. Çünkü bu işin küpünç kanı pasık. Naçar adamlar yaş görüdü hem şunu kılıdı. Bunu anlarken bunu arılaştırılmayan demeydi. Bunun karta şu bazı ölümalarımız şu an hep bunun için toz edem setti zariye katarıdır. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anh'ı rivayet kıldı dedi olmaz. Mene nikah ergvedi Ayşem yüz üçün boğan yakın bir ayalını men Ensar'dın. Ensar'dın içinden Ayşe'nin bir tukkunu varken, yani yakın bir tukkun bir ayal varken bunu ergvedi. Ergvergendeki Peygamber geldi. Kelgen Peygamber dedi ki: "Ehdeytumul fetate" siz yollavatdınız mı ya da kızını, yüzünün yerini uyga hediye kılıp yani apırıp muşdak tapşırıvattınız mı dedi. Degendikin onu dedi ki he dedi. Hem de demek bu Ayşem muşdak nikah, bir ayağını nikah kıptı ama Peygamber sam hem de bir iş, ciddi bir iş çıkmagandı belki uya bir yerde. Hem şu iş ahir boğa vakti Peygamber sam dedi ki vay vakti boğası oldu diye kâsi oldu demekti. Ben tüz yani addiden de nahayeti ne diyeyim tabi şekilde. O sünni kılıp Peygamber sil bomba olmaydı. Aslında bizde olsa İslam'ımız ya hep de aylap saklap. Ama bu adam şu tabi'den de şunda Peygamber boğası bol diye. Ha bombasa uçanın yüzde yine kılı verimiz diye demiş tabi işlemdi. Digendikin vay şunda ahda yuhdi diyen hediye yani yollap kıvattanlı mı diyen ki. Digendiki buna digendiki Peygamber dedi ki ersaltum maha men tuganni men ula bilen o ayal bilen nakşedilen bir ayal evet tanımı. Bunda bir adet varken. Aş toy kıp boğandikin ailesindeki kızvan üyün ağa vaktinizde yeriniki üyü bağışık boğan arlıqta nakşedip bana diken. Da budun bağını çenip. Bu mu nemiken o dürüstken, hata emesken. Ama bizim rayonumuzda iş yok. Yani bu yani mındak bizde nakşedip başka milletlerde var. Ama bizde en eğir oğlanı aşı toyniki üzüde ziyafat kıldık dep aşındak bulup bu hazırki devrindeki üzüde muşundak matem, muşundak musibetniki üzüde şunda bir işini kılışniki üzü mene aşı usul oynap nakşedip kılış digendek neyemez muvafıkçı emez. Digendeki dedi bu Ayşem ya onda bir nakşedip billah mağdan onda bir adam evet meptoğuk digendeki Peygamber dedi ki İnnel ensara kavmun fihim gazalun. Cezmen ensar bir kondur ki ulanın içi badır gazel. Yani gazel nakşedilen bir adamlar şu ba. Neymiş ki evet mi denla? Felev ba'asum maha me yakul. Mene o kadın bilen mene tövenki şiirin deydiğen bir kişini kozgap eversen bulmaz mı te? Lav diyen tahriz. Lav diyen. Pes eğer eversen bulmaz mı te şu kız bilen tövenki şiirin deydiğen muşu gap deydiğen bir adam eversen bulmaz mı te? Yani Peygamber kızıktırmadı. Neymiş ki evet meyse? Eversen bulmamdı. O deydi ki o ne deydi? Eteynakum fahayyana ve hayyakum deydi ki. Yani ahir bir minç sözü var koşakları. Vay keldik biz sizlerge. Silik keldik mine. Hemimiz keldi ya jibitinin üy tarafına. Vay silik keldik. Biz silik keldik. Allah Teala sınırma bizi salamet kılsın, hatırcam kılsın, ubdan kılsın hep köylep aş şehrindeki aş neyimiz ki layık. Men aşında koşaklan okup muşunda deydiğim bir kişini eversen bulmaz mı te? Dep men muşlar degan Peygamber sallam deydi. Men bu ise İmam İbn Majah rahmetullahi aleyh yüzdeki kitabıdaki rivayet kıldı. Semura radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kıldı. Şuna dep ki men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kanda bir ayan mene eğer bolsa o ayanı içki veri. İçkidanı velisi varken. Her içkisi okşar. Yani kavga. Yani o ayanlıki esir velisi atısı oludan. En atısı olmay dadısı oludan. En de o bomba vaktinde içki akısı ya içki inisi oludu. Karap baksa o ayanlıki ya içkidan akısı ya içkidan inisi var. Balagat yetken. Her içkilisi kopup birisinden değişip ya okumasın. Aşağı deyip kattı. Eğer bolsa uçağınızda bu henem, bu ayan
Şu iki veliyinki evvel suçu buldu. Yani başta işte okşaş veliyinki başta kim bilen baş deyişken bolsa o ayağını şunu uçup vermez. Değil. Ve bir iki satsa o adam bir beyini ilim setim kan bolsa iki adamdan iki adam setip de yani okumasdan anlamadan setmeden kan bolsa o çağında bu beyi şu iki adamdaki birinci kişi için buldu. Yani iki adamdaki birinci kimge burun satkan bolsa o şunun oldu. İkincisi ikinci buldu. Yani bu malın üzerine iki adam egdaşlık kıldı iken. İki adam egdaşlık kandı iken uçar üzerinde satılmış, kalsımız neyim bolsak meyli, satılmış baha çıkan vakti değişipti. Değişken biz gidip şununla karab baksa, şikirisi bir adam ekip kelgen, onu o anı ki okşaşıp kaldı, okşaşıp kalkanda oldu. Şu canlı değişip, siz kaçan değişken ma adam bilen, kayısı vakitte deyip anı vakti bekitip, anı dekin, ben palan vakti degen, ma palan vakti degen dekin, birinci katım diyen adamı nispeten, beyisi şu şunu uçu boludu, dedi. Üçüncü fasıl. İbn Mesud radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılındı dedi İbn Mesud. Bertuk biz cihat kıldık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen nima kıldık? Cihat kıldık. Yok idi biz bilen ayallahi yok idi. Yani biz cihat çıkan vaktinde ayallahi bil epço mangmaydık. Endi cihat kılıştaki üzerinde men ayallah perzemez ayallaha. Ayallahını ep çıkışık bulmaydı. Ama ayallahını ep çıkışık fakat men davalar, yemek içmek vakaza binaz kerakli menmuş kalıdı dese şu vaktimizde bu asker resmi cık bolsa cık yani koşun bolsa eğer mağlup gitip nimqa vakti üzüden mene ayallahını mene o karşı düşmenge düşüp kalmaydıgan esir düşüp kalmaydıgan bunda bir koşun boğan bolsa andık ep çıksın deydi. Ama onda bulmay küçük mesela sen kişi gerek koşun ya azırak mındaq bir yani nemi şekilde partizan şekilde mındaq bir koşullanıp kalgan bolsa o çağın özünde bu ayalların ep çıkışı bulmaydı o deydi. Bu koşulun özü mesela Peygamber özünün ayallarını ep çıkan mesela Tabuk uruşu degenledek bunda bu uruş emez. Men Tabuk uruşu çoğ uruşu olgandan keyin şu yerda ayallarını ep çıkan muştaq olgan. Onu Bedir uruşu, Uhud uruşu zaman hem Medine'nin yakın bolgandan keyin o çağın özünde ayallarını üçün ep çıkan. Ama başka uruşlarının özünde Peygamber ayallarını üçün nima qılmagan, ep çıkmagan. Dedik biz şunun alan nahtasi. Biz aqtı qılmaymiz mı biz? Dep şunu dedik. Endi çünkü İbn Mesud radıyallahu ta'ala şu vaqtimizde yaş 16-17 20 yaş etrafında deydi endi. Şu 10 neçinli muqam bolsa taza aşu yaşlık devir. Yaşlı devir olgan eken yani demek uçan özde koşul çıkan, cihat çıkan aşk sahabının özü bek küçük. Bu yerden aqsaq bulmam degen gapning özü bu aqtı qilish dərəcəyə verib ketgan özü o koşula bek sağlam degan gap. Bek yaşlı degan gap. O işten qilib qolgan undan çok emas. Şoňa Peygamber bizni bu işten tosdi. Ya unda qilsan bo'lmaydi dedi. Andaki bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şoki istimta qilish ruxsat berdi. Anda olsa nikah muti qilsan bo'ladi dedi. Endi adamda bu meniniki üzi, teni sağlam, yiyotgan narsa go'sht, uçan issiq belvaq, taraf-tarafdan bu insonniki ma'lum vaqt yetgandiki, balog'at yetgandiki bu chiqimiz bo'lmaydi endi. Ma soğuk rayonniki o'zi erkaklarga sulash. Şu ulardaki aşı eshakdak ashundaq nima qiladi. Ma issiq belvaq unda çok emas. Unda o'g'andikin men mushu holati chidamas ish shu kelib chiqadi. Chiqqandiki Peygamber mana shu chanizda mut'iqsoni shu bo'ladi. Ya bir haftalik ya 2 haftalik yoki manchi pulliq deb ochtiruvchi ruxsat shu bergan edi. Biz berdi bizniki birimiz bir ayolni bir kiyimga ma'lum muddatgacha nima qildi? Unuga nikoh qildi. Bir kiyimga. Andaki okudu Abdullah Mesud. Ya yolunuzda amanu la tuharrimu tayyibat ma halal lakum deganmiş ayetçi okudu. Hey müminler haram qilmangsizlar. Allah sizlarga halol qilgan narsaniki tayyiblatlar. Allah Teala sizlarga birinchi tayyibatlarni nima qildi? Halol qildi. Anda o'g'aniki bu pokiz shundoq adam tabiiy yoqadigan, manfaat az bo'ladigan ashta bir narsaniki o'zini sizlar nima qilmanglar? Haram qilmanglar dedi. Anda o'g'aniki Allah nima ayollar shu. Ayollar şu tayyibatın qatarda olgandan keyin
Bu bo'lmaydi ya undoq qilmaydi demay, meni manfaat olsaqchi bo'ladi deb men İbn Mas'ud shu muaydisda mushtaq dedi. Ammo İbn Mas'ud mushtaq degan bilan bu hadisdagi yerim yoki nima, ammo boshqa rivoyatning o'zida ana lekin men aviyatda deganimizdek bu nikoh mutiniki o'zi bir qancha qatim, ya bir 2 qatim ya 3 qatim deydi. Uniga ruxsat berib, uniki to'sib ang oxirda undagi hajjatul vidoda mena shu yana Fatih Makkaning o'zi qiyomat kishilik bu harom deb nim qatgan uni to'satgan. Men İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu'niki mena shu nikoh mutiniki o'zi halol deganiki olimlarning sahobaning qatorida İbn Abbas shunday ko'z qaraydi ekan. İbn Abbas kim bu so'zni yelibdi ekan. Ammo nikoh mutiniki o'zini Shi'ala halol deydi. Shi'ala halol deb shu nikoh muti qilishniki bir ahli sunna bilan ikkisini o'ttirib barki biz nikoh muti qilamiz, hali qilmaydi deb ay nikoh mutini bek targ'ib qildi ekan bular. Endi bu nikoh mutikini hamiz qarab boqamiz. Bu nikoh mutiniki o'zi bu rasmiy er ayollik emas. Agar ikkisi shu jarayon o'lib ketgan bir varis olamaydi. Mujunda bir nikoh bu shahvat, bu nihoyat past bir ish. Şoň İslam dinimiz bunu nima qilgan, uni haram çoqqan. Men İbn Abbas radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi, o İbn Abbas gap shunga emasdir, bo'lgan edi mutta avval islomda. Ya'ni ibtido islomda nikoh mutini meni nima qilgan, uni halol çoqqan. Bir adam keliti bir shaharga uning uchun shu shaharda bir to'naydigan bir adam yo'qdi. İbtido islomda. Asli nikoh muvaqqat, nikoh mutining asli yo'l qo'yishi, ma o'zi yashayotgan, ma shaharda emas. Bu adam safar qilib boshqa bir yerga borgan vaqtning o'zida, oilasidan ayrilib qolgan vaqtning o'zida, ana jihad qilib nim qolgan vaqtning o'zida yo'l qo'yilgan narsa. Bu yana arzi narsa. Shunga qanday qildisa, u adam bir ayolni oldi, bir narsani miqdorini ko'rdi, u adam shuniki turdi u adam. Ya'ni u adam men 10 kun turman, 15 kun ya bir oy, 2 oy turman degan shu muddatgacha men bir adam shu yerda turib bu ayolni nima qildi? Oldi. İftida islomda. Şununla bu xanib o ayı er üçün şu erniki mal vakıllarını ne berdi, onu saklap berdi. Ve saklap berdi bu ayı şu adam için şu erniki yani ki pişirdiğin yemeğini saklap berdi. Yani yemek itip, kaç kuşunu job, muşu işlandı çok kılıttı. Şu adeti bu yani ki vakt mudda nikahınki sebebidir. Hatta vakt düşürdü ayet illa ala azvacim ev meleket eymanuhum diyen ayet düşürdü. Dedi İbn Abbas. Mene muşundaq hammasi ma'lum dedi bu ayetin 5'ida. İlla ana azvacim. Lekin o'zing ayollarga yoki o'ziniki qo'lidagi didahlarga nimasa bu nima emas, ma'lum malomat qilgan emas. Buni nima u durust dedi. Anda o'g'andikin bu nikoh mutti qilgan bu ayolniki o'zi yo o'zing ayol emas, yoki nima emas u didig emas. Üçüncü bir sınıf bo'lgandan keyin bu oyatning jahdidan nikoh mutta va muvaqqat nima qilindi, haramchoq qilindi deydi. Dedi Abbas, anda bo'lgandan keyin har qanday bir farash bu ikkisidan boshqa, o'zining ayoli va didigidan boshqa bo'lgan har qanday jinsiy a'zo u nimadir u odamga haromdir dedi. Biz ahli sunna va jamoa mushtadab nima qilamiz? E'tiqodchi qilamiz. Amr ibn Sa'd radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi o Amr. Kirdim ben Kuraz ibn Ka'b ve Ebi Mes'ud el-Ensari radhiyallohu ta'ala anhu'nun kaşığı çok kirdim. İki sahabenin kaşığı bir toyda. Urs degen toyunun ziyafet. Şunda kirsem Cavarin deydi. Cavarin degen nima? Cariyatinki cem'isi Cavarin kelidani. Cariyatan cariyatun ve Cavarin kelido. Mesela zaribatun ve zavaribun degendir. Şu dağla bir minçe yıllık cariyle meni nakşet vadı ulu deydi toyda. Deb nakşetip tek bir iş gibi emez, birim emez, bir konsun şunda nakşet vadı. Uçanın özü nakşetkan, mena o ayalların özü hazırki devrimizdeki onun da tahaydak emez. Sahneye çıkıp kımmagan iş kama bütün yani içip aşında kırıp onda kımmaydı. Uçanın özü keydiğen kim nait kadın. O uçanın özü de o yana keylerimi kadın. Muşdaq adeti çok qilib bizning rayonlarimiz mana shundaq da burunqi nimaniki o'zidan. Keyingi anadagi islom dushmanlarininki ayollarni kuch ketish orqali ozodlik nima deb, meni ayollarni qilib yalang'och holatga aytyapti. Bedeni kim bor yo'q.
Mana shunda bir ayollarning o'zi qarab baxsak, to'yda işte naqsh aytibdi deydi. Chiqsa bu ayolning o'zida. Degandiki, bas dedim men, ey sahibe Rasululloh, hey payg'ambar ikki sahabisi va ahli Badr. Yani Badr bek katta zatlar. Yubbadu haza intakum. Hey bu muşisine karşı huzurunu kılamdı bu iş, kılınamdı bu işini. Karab tüsler şıkkanı nakşeyetmiş ayal kişi, kişi olma bozulmaydı. Ayal kişi nakşeyetmezse şıkkanıma toyunuzu müşahit turşup geçip falan o. Siz bayat bu işini kılınamdı o. Desem, dedi bu şıkkayla. İkilis. Oldu dedi. İnşaatta pesme ma'ana ve inşaatta pezem. Eğer kalsan sen bizimle anla, eğer kalsan ket dedi. Ket. Peynev kad ruhselene fil lehvi inden urs. Cezmen ruhsat verildi bizlerge şu toyda. Lehvide toyda neme kılındı ruhsat verildi. Şu toyda nakşeyette tapıdımbak çelişniki üzerine mene biz için Allah Peygamber Aleyhisselam ruhsat bergen. Muşadı kısanı boludu, muşda koğul hoş oludgan, muşda ziyafet, marasim, vakaza nesikizden üzerinde bu hoşlarını ifade edici bir şekli. Men muşahidat qilsang bo'ladi degan payg'ambar unda o'g'an ekan sen payg'ambar yuqori adamman man ansang anla bo'lmasa kat dedim. Mushtaq bo'lishi kerak. Nima dedim? Deb shunday dedi. Men bu hadisni Imom Nasoiy nima qildi? Rivoyat çok qildi deydi. Endi bu hadisning o'zi, mana Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, uni boshqa mana bu sunan kitoblarda bor ekan bu hadisning o'zi. Bu to'y masalasining o'zida ruxsat berganlik. Men to'y murasimning o'zida ruxsat berganning o'zi Cezmen o toyununki üzü, mana bu yanıqı biz başta degandek açta bir şekildeki, mana nakşo tapıdınmakçı buluş gerek. Ama onda bulmay, onu eşip kesse, onu berip apırıpla anladıkken şu hata nakş, hata mezmunu yaptığını değiş, ve onu başka sahneye çıkıp ayal ağırlaşıp, muşundak ayallar kımğa işli kımmay, anşundak kan bolsa, uçan özü bulmaydı. Uçan normal bolsun, erkekler çıksın, erkekler özü hoşanı ifade edip, mana o nakşın özü mundaq bo'lmasin, u durus. Ama bunu resmi bir qalbning ishi akagin olmaydi. Akagin olmay shunga bu ish bo'ldi desa, apirib andik xato tushunib. Chigida eshib ketganlar meni mushu aramni andaq qildi deb o'ltirdi. Chigidin eshib solchilab olgan bo'lsa, voy meni palona deb qildi, nakş muzik ruxsat berdi deb o'ltirib, andik chigida eshib, buni nima qilgan? Shu nihoyat xatar ish bu. Bir tarafni to'g'ri bir nima qila olmaydigan. Chunki bu ishniki nimasida shayton bakchik. Hem bu işte asas kılan adam, nakş müziği deb kılgan adamın özü asasi cihetli cemiyetdeki dini itiqad taraf pes adamlar, fasık adamlar, naçar adamların özü bunu yaxşı gördü. Şu an bunu bir taraf kılmak tezsin. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi Rabbil alemin.